Xo'p, demak, bugungi darsimiz sizlar bilan 19-mavzuni ko'rib o'tamiz. Mavzumiz qisqagina ikkinchi darajali tenglamalar qatnashgan eng sodda sistemalar haqida gaplashamiz. Xo'p, sizlar bilan tenglamalar sistemasini gaplashib o'tganmiz, ya'ni qanaqadir bitta ax1 plus by1 teng c1 ga teng bo'lsa, ax2 qiymati plus by2 tenglik c2 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, mana bu x1 va y2, mana bu y1 va y2 chiqadigan qiymatlarni sistemaga olib borib qo'ygan vaqtingizda ikkita holatda ham qiymat bir xil chiqazib berardi. Bu ya'ni oddiy sistemalarni shu tariqasida ishlaganmiz. Endi bu sistemalar bizga nima bo'lib keladi? Darajada, ya'ni x ning darajasida qandaydir bitta qiymat kelishi mumkin. Misol uchun oddiy x plus y ishlagan bo'lsak, endi mana bu narsa x kvadrat yoki y kub shaklida kelishi mumkin. Yoki boshqacha variantda. Endi shu narsalarni ozgina murakkablashtirilgan varianti. Balki oldimiz sistemada faqat ikkitalik noma'lumda ishlagan bo'lsak, endi bizning holatimizda uchtalik sistema ham kelishi mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni o'sha sistema mavzusini davomi faqatgina o'shaning murakkablashtirilgan varianti xolos. Endi murakkab deganda ham ja murakkab emas, bemalol kuchimiz yetadigan holatdagi sodda tenglamalarning davomi. Tushundingmi? Xo'p, alohida qo'shimcha yoki formula bormi ustoz deb so'raydigan o'quvchilarimizga javobimiz hech qanaqa qo'shimcha ortiqcha formula yo'q. Sizdan talab qilinadi misolni his qilib, oddiygina tushunib, eski mavzularga bog'lab ishlab keta olsangiz bo'ldi. Boshqa qo'shimcha narsa talab qilinmaydi. Demak, to'g'ridan-to'g'ri misollarga o'tishni boshlayman. Xo'p, ikkinchisidan ko'rib ketamiz. Ikkinchisida x plus 5 y teng 9 ga. Bu tenglamani o'zi berilgan. Xo'p, birinchi holatda minus 2x ni yoniga yozib olaman, chunki x lar bilan y tagmada yozib olsam, ko'zimga aniq ko'rinadi, teng minus 5 ga. Sistemada nimalarni birinchi yo'qotib olsak bo'ladi? Mana bu x ni yo'qotish osonroq, chunki tepani 2 ga ko'paytirib olsam, x ni yo'qolib ketish ehtimoli katta. Ikkita x har biriga ko'paytirasiz, ham bunga, ham mana bunga, ham bunga. Tushundingizmi? Har biriga ko'paytirishingiz shart. 2x plus 2 kere 5 10 ta y teng 2 kere 9 18 ga. Past qatorda yozaman. 2x plus 3 y teng nimaga? Minus 5 ga. Xo'p, bir qaraganda ko'zga aniq ko'rinib turibdi. Shu ikkita sistemada x larning qiymati bir xil, faqatgina ishoralar qarama-qarshi. Qarama-qarshi bo'lsa, shunchaki qo'shib qo'ysangiz o'zi yetarli. Plus 2x minus 2x qo'shgan vaqtingizda qisqarib ketadi. 10 ta y ga 3 ta y qo'shsangiz 13 ta y bo'lib qoladi. Teng 18 minus 5 qo'shganingizda 13 degan qiymatni beradi. Y qiymati 1 ga teng. Tenglama ishlashni bilamiz. Xo'p, y ni shuni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, x qiymati chiqadi. Minus 2 ko'paytirilgan x plus 3 ko'paytirilgan 1 teng nimaga? Minus 5 ga. Xo'p, hisob kitob davom ettiraman. Minus 2 ta x tenglik minus 5. Mana bu yerdagi plus 3 o'ng tarafga minus 3 bo'lib o'tadi. Hisoblasangiz minus 8 beradi. X qiymati minus 8 ni bo'layapman. Kasr chizig'i bo'lishni bildiradi. Minus 2 ga. X qiymati nechiga teng chiqadi? 4 ga teng bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu minus 8 ni minus 2 ga bo'lsam, natija 4 bo'ladi. Demak, ikkita qiymatim bor. X ning natijasi 4 ekan. X ning natijasi 4 ni berar ekan. Y ning natijasi 1 ni berar ekan. Bo'ldi. Mana shu bizning javobimiz bo'ladi. Ertaga misol ishlagan vaqtingizda yoki test ishlagan vaqtingizda tenglamani yechib bering desa, shu holatda javob yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bunaqa misolni tenglamalar sistemasini ishlaganimizda xuddi shunga o'xshagan deyarli ishlab o'tganmiz. Sizga hech qanaqa murakkablik tug'dirmaydi boshidagi misollar. Xo'p, mana bu 1, 2, 3, 4 hammasi bir-biriga o'xshaydi. Bittasini ko'rsatib berdim, qolganini ishlab keta olasiz degan umiddaman. Xo'p, demak keyingisiga o'tamiz. 8-sini ko'ramiz. Xo'p, x ning kvadrati plus y ning kvadrati teng nimaga? 17 ga. Pastida bor x minus y teng 3 ga. Ha, demak men hozir o'ylashim kerak. Bittasini ikkinchisi bilan bog'lab olish haqida bosh qotirishim kerak. Mana bu tepadagini formula bo'yicha yozaman. X minus y ning qavsida kvadrati plus 2 ta x y deb yozsam, shu formulani ochadigan bo'lsam, mana bu tepadagi narsa qaytib keladi. Tushundingizmi? Mana buni a kvadrat minus b kvadrat bo'yicha ochsam, hozir buni, keyin mana bu o'rtasida minus 2x y keladi, plus 2 ta x y bilan qisqarib ketadi. Xo'p, agar tushunmayotgan bo'lsangiz, qisqa ko'paytirish formulasi mavzusida muammoyingiz bor.
Xo'p, demak, mana bu joyda y'imiz bo'ladi ekan. Tushunarli? Shu formulani ochsam, tepadagi narsa o'z-o'zidan qaytib keladi. Teng nechiga? 17 ga. Xo'p, bizda nima bor qo'limizda? Qo'limizdagi bor narsadan foydalanishga harakat qilamiz. Qarang. Qo'limizdagi bor narsa x minus y qiymati. O'rniga qo'ysam 3 bo'ladi. Mana bu o'rniga kirib keldi. Kvadrati plus 2 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan y. Nimaga teng? 17 ga teng. Xo'p, 3 ning kvadrati 6 emas, 9. Esdan chiqarmanglar. 2 ta x y teng nechiga? 17 ga. 9 o'ng tarafga o'tkazib yuboramiz. 2 ta x y ayirib yozadigan bo'lsam, 17 dan 9 ketadigan bo'lsa, necha qoladi? 8 qoladi. X y qiymati necha bo'lib qoldi bizda? To'ppa-to'g'ri 8 2 ga bo'lsangiz 4 chiqadi. Demak, x ko'paytirilgan y ning qiymati sizda 4 ga teng. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz bizda x bilan y qiymatini aniq topishimiz kerak edi, to'g'rimi? Demak, men hozir mana bu sistema bor-ku pastdagi. O'shandan x ni topsam nima bo'ladi? 3 plus y bo'lib qoladi. Demak, x o'rniga 3 plus y ni olib qo'yishda iloji bor ekanda, albatta. Demak, x o'rniga 3 plus y ni o'rniga olib qo'ysam, pastdagi ifoda olib kelyapti. Xo'p, x o'rniga kirib keldi, ko'paytirilgan y bor, teng nechiga? 4 ga. Kvadrat tenglama qilib ochasiz buni. Kvadrat tenglama qilsangiz 3 ta y. Xo'p, y ning kvadrati tegirmaga yozyapman. 3 ta y teng nimaga? Minus 4 ga teng. Bu 0 bo'lib qoldi. Demak, sizga savol beraman. Necha kara necha? 4. 1 kara 4. V yerdan yuryapman. Yoki xohlasangiz diskriminantdan yursangiz ham 1 bilan 4 chiqadi. Mana bu yerdagi ishorasini qarama-qarshisiz bo'lishi kerak. Ya'ni sizda ishora minus 3 ni berishga, uning uchun mana bunga minus qo'yib qo'yaman. Shundiga V usulini yuryapman. Demak, x1 ning qiymati minus 1 ga teng, x2 ning qiymati nechiga teng? 4 ga teng. Xo'p, bu usulga tushunmadim ustoz deydiganlarga diskriminantdan yuringlar. x1 bilan x2 ni topishda. Ikkalasi ham bir xil narsa. Xo'p, demak, x dan ikkita qiymat chiqdi. Minus 1 bilan 4. Demak, y dan ham ikkita qiymat chiqar ekanda. Chunki mana bu x ni qiymatini bu yerga olib qo'ygan vaqtimda y dan ham ikkita qiymat chiqarsa beradi. Demak, yozaman. Xohlasangiz mana bu joyga olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Natija bir xil chiqazaveradi. X o'rniga olib kelyapman minus 1 ko'paytirilgan y teng nechiga? Shunchaki 4 ga teng. Demak, y qiymati 4 ni minus 1 ga bo'lsangiz minus 4 bo'ladi. Tushundingizmi? Keyingi safar 4 ko'paytirilgan y nechiga teng bo'lib qoldi? 4 ga. Ikki tarafdagi qiymat bir xil turlar qisqartirib olish imkoniyati bor. Y nimaga teng? 1 ga teng. 0 emas. Demak, ikkita qiymat bor. Birinchisi minus 1 bilan minus 4. Ikkinchi qiymat necha deyilsa, x ni qiymati 4 ga, y ni qiymati 1 ekan. Tushundingizmi? Kvadrat holatida, ko'p holatda sizda ikkita javob chiqadi. Nechta javob bor deyilsa, ikkita deb javob berasiz, chunki ikkalasi bitta sistema, shu sababdan. Xo'p, agar qiymatlarning yig'indisini toping, qiymatlarni ko'paytmasini toping, endi savolni shakliga qarab ishlab ketaverasiz. Tushunarlimi? Juda ham oddiy, tepadagilari nisbatan bunga qaraganda yengilroq. Xo'p, yozamiz chatga. Shu 8-misol, ikkinchi mashqdan. Tushunarlimi? Agar ishlaganlar bo'lsa, oramizdan shu misollardan qaysiga qiynalgan bo'lsa so'raymiz. Yozamiz guruhga. Xo'p, demak, kamchilik o'quvchi qolibdi. Mayli, dars oxirigacha olib boramiz. Tushunarli, men o'zim ishlagan ikkita javob chiqsa xato deb o'ylayapman. Yo'q, Feruza, ikkita javob chiqsa hech qanaqa xato bo'lmaydi, chunki kvadrat tenglar bo'lgan hisobda ikkita javob bo'ladi. Xo'p, Lola o'quvchimiz so'ragan ekan, yana bitta misol ishlab bering. Xo'p, boshqa mashqlarda ishlaymiz. Deyarli hammasi bir xil bo'lganligi sababli boshqa keyingi mashqlarda ko'rsatib o'tib ketaman. Kelishdigi. Kvadrat tenglama, shuning uchun e'tiborli bo'ling. Kvadrat holatlari ishlatilinadi. Keyin Feruza o'quvchimiz bu yerda kvadratli vaziyatki, o'shaning uchun ikkita javob kutish ehtimolligimiz bor. Tushundingizmi? Ikkita javob kutish ehtimolligimiz bor. Xo'p, keyingi mashqqa o'taman. 3-chi mashqdan 6-chisini ko'ramiz. Ko'proq formulaga tushadiganlarini sizlarda ko'proq muammo bo'ladiganini ko'rishga harakat qilamiz. 3 ga teng ekan. Xo'p, x ning kvadrati minus y ning kvadrati nechiga teng? 15 ga teng. Ikkita sistema.
Sistemada siz bilasiz, mana bu pastdagi qiymat formula bo'yicha x minus y. Ikkinchi qiymatimiz nimani beradi? X plus y deb beradi. Buni qiymati nimaga teng? 15 ga teng. Sizda x plus y ni qiymati bor 3 ga teng. O'rniga kirgizib qo'ysangiz mana bu yerga x minus y ko'paytirilgan qavsda 3 bor teng 15 ga. Demak sizda mablag' qisqartirib olishingiz imkoniyati bor 5. Demak sizda bor x minus y ning qiymati 5 ga teng. Xo'p, mana bu yerda x plus y ning qiymati nechaga teng edi? 3 ga teng edi. Shu sistemada qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2 ta x, y'lar tushib qoladi. Teng 5 ga 3 qo'shsak 8 beradi. X qiymati necha ekan? 4 ekan. X 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga shuni olib kirib qo'ysangiz, y qiymati chiqadi. 4 plus y teng 3 ga. Xo'p, 4 ni o'ng tarafga o'tkazib olsangiz, y teng 3 minus 4 bo'ladi. Xo'p, y ning javobi shunda minus 1 ekan. Ikkita javobim bor deb aytasiz so'ragan vaqtimda. Bitta javobim bor deysiz. Qaysilar deb so'ragasam, nima deysiz? X ning javobi 4 chiqdi deysiz. Y ning javobi minus 1 chiqdi deb aytasiz. Demak, 4 ga minus 1 shaklda yoziladi javoblari. Shuni esdan chiqarmang. Ya'ni bu javoblar sistemasidan chiqqan natija. Tenglama sistemasidan chiqqan natija. Xo'p, yozamiz. 3-mashq tushunarlimi? 3-mashq misoli tushunarlimi? Hozir ko'rganimiz. Hop, Feruza o'quvchimiz, Sanjar o'quvchimiz, qolganlar. Tushunarli ustoz, rahmat. Zo'r, mana shunaqa ishlanadi. Ajoyib, ketma-ketlikda juda ham sodda. Hop, 3-mashqdan qaysini ko'rib o'taylik? Yana birontasini aytinglar. Bitta misol bilan cheklanib qolmaylik 3-mashqdan. Ko'rinayotgan bo'lsa aytinglar, mana shu 3-mashqdan qaysini ko'rib o'taylik? Yozinglar chatga. Ustoz, mana shu misol ko'zimga qiyinroq deb tuyulyapti. Ko'rib bering desangiz. Hop, 12-si haqida yozilgan ekan. Gap yo'q. 12 ni ishlaymiz. Hop, x ning kvadrati plus y ning kvadrati nimaga teng? 26 ga teng. Sizning qo'lingizda nima bor deyilsa, x y ko'paytmasi 5 ga tengligi bor. X y ko'paytmasi 5 ga tengligi bor. Bo'ldi. X ni ham y ni ham topishingiz kerak bo'ladi. Hop, qaranglar, son tanlash usulini ham o'rgatib qo'yaman. Bu ham sizga asqotadi. X ga hozir 5 olsam, y ga 1 olaman. Endi o'rniga borib qo'yaman, qarang mana bu yerga. Keyin usul bo'yicha ishlataman. 5 ning kvadrati plus 1 ning kvadrati qo'shsam necha bo'ladi? 25 ga plus 1. Natija necha? 26. Demak, birinchisi to'g'ri. Ko'paytmasi 5 bo'lishi kerak ekan. 5 ko'paytirilgan 1. 5 ko'paytirilgan 1 5 ni beradi. Demak, to'g'ri keldi. X ning qiymati mana bu joyda 5 u 1ligi tasdiqlandi. Endi x ni o'rniga minus 5 olsam, y ning o'rniga minus 1 olaman. Endi o'rniga qo'yaman. Minus 5 ning qavsda kvadrati plus minus 1 ning qavsda kvadrati. Qo'shib olsam 26 ni beradi. Buni bilasizlar. Minus 5 ko'paytirilgan minus 1 ko'paytirib olsangiz 5 ni beradi. Bu taraflama muammo yo'q. Demak, mana bu yerdagi minus 5 bilan minus 1 javobi ham to'g'ri ekan. Tushundingizmi? Son tanlash usuliga tushundikmi? Yozamiz. Agar imtihon muhitida bo'lsangiz, qanaqadir test topshirayotgan bo'lsangiz, son tanlab ishlab ketavering, vaziyat qiyinlashtirmang o'z uchun. Endi bu sizga qo'shimcha usul sifatida o'rgatib ketyapman. Ya'ni jarayon juda ham tezlashtirasiz. Qolganlar tushundikmi? Lola, Sanjar o'quvchilarimiz yozamiz. Qolganlar son tanlash usuliga tushundikmi? Men tushundim ustoz, zo'r. Endi formula bo'yicha ishlatib ko'rsataman. Keyin qaysi holat o'ziga qulay bo'ladigan bo'lsa, doim ishlatib ketaverasiz. Hech qanaqa farq qilmaydi. Tushundingizmi? Hop, 12-damiz. Qayta ko'chirib qo'yaylik. O'chirib qo'yibmiz. Hop, x ning kvadrati plus y ning kvadratining qiymati 26. X y ko'paytmasi 5. X y ning ko'paytmasi 5. Hop, mana bu 7 ta yozilgan formulamiz bor edi. O'sha bo'yicha ochamiz. Qaysi formulamiz bor? X plus y ning qavsda kvadrati o'rta plus bo'lsa minus 2 ta x y deyman teng 26 ga. Endi qarang. 26 ga. Agar hozir mana bu tagidagi formulani ochib olsam, x ning kvadrati plus 2 ta x y plus y ning kvadrati minus 2 ta x y teng 26 degan ko'rinishga kelib qoladi. Mana bu joyda plus 2 ta x y bilan minus 2 tasi ketsa, x kvadrat plus y ning kvadrati teng 26 holatiga keladi. Bu narsa tepadagi bilan bir xil. Demak, shuni o'rniga mana buni yozishim mumkin ekan.
Mana shu joyga tushundikmi? Shu joygacha yozaylik-da. Mana shu yozgan joyimga qisqarib ketish jarayonlari, bir xilliklar ketishi, qavsni ixchamlashtirib olish. Tushundikmi shu joyiga? Tushundim, yaxshi. Qolganlar yozamiz. Tushunarli, zo'r. Endi nimaligini bildik, ya'ni ichida qanaqa prognoz jarayon ketayotganini bilyapmiz, to'g'rimi? Endi shuni qarang. Bizda x, y ko'paytmasi 5 ga teng, o'rniga keltirib qo'yamiz. X plus y ning qavsda kvadrati minus 2 kara 5 teng 26 ga. X plus y ning qavsda kvadrati teng 26 plus 10 bo'ladi. Mana bu minus 10 o'ng tarafga o'tib ketdi. Natija 36. Demak, x plus y ning qavsda kvadrati nimaning kvadrati 36 plus minus 6 niki. Mana shu yerda yozamiz. Qarang, 36 deyman. Ikki tarafidan nima qilaman? Ildiz olaman. Ildiz olsam, mana bu qisqaradi, lekin modulda bo'ladi. X plus y modul mavzusini o'tmadik hali sizlar bilan. 36 dan 6 degan ildiz chiqadi. Ya'ni x plus y ning qiymati bir safar 6 ni beradi. X minus y ning qiymati ikkinchi safar minus 6 ni beradi. Tushundingizmi? Modul xossasi ikkita chiqazib beradi, ya'ni sonni plus minus qilib. Chunki modul doim o'zida musbat son chiqaradi. Manfiy sonda ham u musbat son deb o'qiydi. Tushundingizmi? O'sha sababli ikkita son chiqazib yozib qo'yishingiz kerak. Shu joygacha tushunarlimi? Yozamiz. Shu joygacha bo'lgan jarayon x plus y ni 6 bilan minus 6 chiqazgani. Tushunarli, zo'r. Qolganlarga tushunarli, zo'r. Demak, mana bu joyni o'chiraman, chunki joyimiz ozroq yetmay qolar ekan. Endi topgan narsalarimizni yozib ketaveramiz. Daftarga ko'chirganda zapsdan ko'rib ketaverasiz. Qarang, bizda bor hozir x plus y ning qiymati 6 ligi va ikkinchi holat x y teng nimaga? 5 ga tengligi. Bu bitta sistema. Keyingisida x minus y ning qiymati minus 6 ga tengligi bor va x y ning qiymati 5 ga tengligi bor. Qarang, yaxshilab e'tibor bering-da o'zma berga. E'tibor bersangiz, mana bu x plus y va x minus y qiymatlari o'zgaryapti va lekin mana bu x ylar ko'paytmasi nima qilmayapti? O'zgarmayapti. Sabab nimaga? Chunki ikkalasidan bu umumiy narsa. Tushundingizmi? Qarang, sizdan nima talab qilinadi? Tepadan x ni topasiz. 6 minus y bo'ladi. O'rniga kirgizib qo'yib, faqat y bo'yicha tenglama ishlasizda x y ni hisoblab qo'yasiz. Menimcha muammo bo'lmaydi. Pastdagi holatda ham x ni hisoblaysiz, minus 6 plus y bo'ladi. Mana bu tepadan. Keyin mana bu topgan x ni mana bu joyga olib kirib qo'ysangiz, y ni hisoblash bo'ladi. Hisoblagandan keyin x topib qo'yish ham muammo bo'lmaydi. Tushundingizmi? Ketma-ket jarayon shu joyda ketadi. Xo'p, bu holigacha bo'lgan jarayonni tepada ko'rib o'tdik. Xo'p, ishlab keta olamizmi o'zimiz mustaqil? Yozaylikchi. 3-mashqda shu misolni o'zimiz mustaqil davom ettirib keta olamizmi? Chunki qancha ko'proq o'zingiz ishlasangiz, shuncha yaxshiroq, foydali bo'ladi. Ha, ustoz, zo'r. Shunaqa holatda ustoz sal tushuntirib yuboring shuni yerini. Qarang, Feruza e'tibor bering. Mana bu joydan tepada sistemadan x qiymatini hisoblab qo'ydim-ku. O'sha x ni mana bu joyga olib kirib qo'ysangiz, y chiqadi. Chunki faqat y qatnashgan tenglama bo'lib qoladi. Y topganingizdan keyin o'rniga qo'yib x ni topib olasizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Tepadagi sistemadan x ni hisoblab topdim. Endi mana bu joyga olib kirib kiradigan bo'lsangiz, x ni faqat y bo'yicha tenglama qoladi. Y topganingizdan keyin o'rniga borib x ni topib qo'yasiz. Tushundingizmi, Feruza? Ha, tushundim ustoz, bo'ldi. Malades. Shunaqa qilib davom ettirib qo'yasizlar. Chunki bu yo'g'ini ishlab keta olasizlar, bilim darajalaringiz bemalol yetadi. Davom ettiramiz. Xo'p, 1, 2, 3 ketdi, mustaqil bo'ladi. Tushundingmi? Mustaqil bo'ladi. 4 ga tushyapmiz. 4-dan qaysi misolni ko'rib o'taylik? O'zlaringiz yozingizlar. 4-dan qaysini ko'rib o'taylik? Qaysi bir qiyinroq deb tuyulyapti? Sanjarbek, yozamiz. Feruza o'quvchimiz 7-9. Xo'p, bittasini ko'ramiz. Kelinglar, qaysilarga ma'qulroq bo'ladi ko'proq? Xo'p, 9 men aytay. Xo'p, aziz o'quvchimiz aytsinchi mayli. Qaysini ko'ramiz? Qiyinroq deb tuyulyapti. 7 ga o'xshagan ko'rdik-ku.
Ha, 7 ga o'xshaganini ko'rganmiz. To'g'ri, yuqorida ko'rib o'tdik. Shuning uchun muammo bo'lmaydi. Bu ham. Xo'p, qaysini ko'ramiz? 9 dimi? Bo'ldi, demak 9 ekan. Xo'p, 9 ni ko'ryapmiz. E'tibor beringlar. 9 da x plus y teng 4 ga pastda 1 taqsim x plus 1 taqsim y teng 1 degan holat bor. Umumiy makhraj berasiz. Bunga y dan, bunga x dan. Bunga nima beraman ustoz desiz? X y dan berasiz. Keyin yozib qo'yasiz. X ko'paytirilgan y teng emas 0 ga. Nima uchun unaqa deyapman? Sabab makhraj turibdi. Aniqlanish sohada makhraj hech qachon 0 ga teng bo'lishi kerak emas. Bu narsalar haqida hali gaplashamiz. Hozircha shuni bilib qo'ying, chunki makhraj hech qachon 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Agar biron bir son 0 ga bo'ladigan bo'lsangiz, mavjud emas degan narsa chiqazib beradi. Tushundingizmi? Bor narsani yo'q narsaga bo'lib bo'lmaydi. Demak, tepada x plus y 4 beradi. Pastda ham x plus y teng x y degan holatni olamizmi? Chunki nimaga unaqa deyapman? Mana buni ko'paytirsam x, mana bu y x y holati keladi. O'ng tarafda x y turibdi. Bo'ldi. Demak, mani qo'limda shu narsalar bor. Mana bu x plus y o'rniga shuni qo'ysam bo'ladimi? Demak, men xulosa yasayapman. X plus y 4 ga teng edi. O'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam, x ko'paytirilgan y qiymati nima chiqadi? 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana bu tenglamani siz bemalol boyagi misolga o'xshab ishlab qo'yaverasiz. Mana bu tepadan x ning qiymatini topasiz. 4 minus y bo'ladi. Mana bu x o'rniga olib kirib qo'ysangiz, 4 minus y ko'paytirilgan y teng 4 degan natija olasiz. Buni hisoblab y topasiz, qanaqadir qiymat chiqadi. Keyin o'rniga borib qo'ysiz, x topasiz, bu ham qandaydir bitta qiymat chiqadi. Tushundingizmi? Hop, ishlay olamiz bu yoqni. Ketma-ket ketadi. Tepada misollarga o'xshaydi ekan. Yozamiz, aziza o'quvchimiz ozroq kechikib qolgan ekanlar orada, uzilib qoldi shekilli. Hop, zapsni ko'rib yetkazib olasiz. Qashla olamiz, tushunarli. Yaxshi. Qolganlar. Ishla oladimi Sanjarbek? Ishla olamizmi davomini? Oddiy narsa, chunki tepada ko'rib o'tgan misollarimiz o'xshaydi. Xo'p, qolgan misollarchi deyilsa, qolgan ketma-ket ekan, bir xillik. Xo'p, yana birontasini ko'rsatib o'taymi misollarni? Yozinglar, agar mabodo sizlarni ko'zlaringiz bilan qaraganda qiyinroq deb tuyulganlar bo'lsa. Yozinglar, o'shani ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, menimcha hech kimda savol yo'q, juda ham ajoyib. Xo'p, demak, qarang, bugungi mavzumiz qisqagina, uzun emas. 19-mavzuda atiga 4 ta dona mashqdan iborat ekan. Xo'p, har bittasida o'rtacha hisobda 8 tadan misol bo'lsa ham 8 kirib 32. 32 ta dona misol sizni kutib turibdi. Menimcha bemalol hammasini ishlab qo'yishingizga vaqtingiz, kuchingiz yetadi. Bitta qoldi, men hammasini ishlab tashlab qo'ying. Xato qilmaslikdan, kam xato qilishga harakat qiling. Ko'proq hisob-kitobda arifmetikaga e'tibor bering. Ko'pchilikda xato shu yerda ketyapti. Formulaga to'g'ri qo'yilyapti, lekin arifmetikasi xato. Ya'ni hisob-kitob jarayoni oqsagan. Shu joylarni to'g'rilab, e'tiborli bo'lib ishlang. Xo'p, demak, mavzu bo'yicha hech qanaqa savol yo'q hech kimda. Demak, hech kimda savol bo'lmasa, men zapsni o'chirib qo'yaman, keyin qo'shimcha savollaringiz bo'lsa bemalol beraverasizlar.